Qarshi osmoni yana bir bor muborak niyatlar qanot yozgan manzilga aylandi. Haj 2026 mavsumining joriy yilgi viloyatdagi ilk parvozi orzu va duolarni bag'riga olgan holda muqaddas safar tomon yo'l oldi. Biz Alloh hajga borishga yetkazgan ekan, ming bora shukrlar bo'lsin. Shunaqangi bir ajoyib sharoitlar yaratilgan ekan. Prezidentimizga avvalo rahmat aytamiz. Nasib o'sha Kabatullohga borganimizda xalqimizga, prezidentimizga tinchlik, xotirjamlik, mana shunday ajoyib xotirjamlikni uzoq umr tilaymiz. Sog'-omon bo'lsinlar. Mana hajga boruvchilar ko'paysin. Hech ham kutmagandik. Juda ham ajoyib. Alloh tomonidan sog' bo'ldi. Prezidentimizga ming marta rahmatlar bo'lsin. Juda ham yaxshi sharoitlar qilingan. Mana hozir kirib kelishimizdan sumkalarimizni mana talabalar olishdi. Mana shu bizning vaqtimizga, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Biz har doim duodamiz. Bizga shuncha sharoitlar yaratib berib qo'yibdi. Rahmat, biz juda xursandmiz. Bu galgi reys orqali qarshilik ziyoratchilar Madinai Munavvara sari yo'lga chiqishdi. Sabr va shukronalik bilan boshlangan ushbu safar har bir ziyoratchi uchun unutilmas ma'naviy manzilga aylanishi kutilmoqda. Qashqadaryodan muqaddas haj safariga jami 823 nafar vatandoshimiz yo'l olishi belgilangan. Ushbu muborak safarning ilk reysi orqali 168 nafar ziyoratchi ezgu niyatlar bilan Madina sari jo'nab ketishdi. Hukm surgan samimiy muhit, duolar va oq yo'l tilaklari ushbu kuzatuv lahzalarini yanada ta'sirli qildi. Ularning qalbida shukronalik, yaqinlar nigohida esa hayajon va faxr tuyg'ulari mujassam edi. Chunki haj 2026 mavsumi doirasidagi har bir parvoz bu nafaqat yo'l, balki qalbni poklik va ma'rifat sari yetaklovchi ulug' safar hisoblanadi. Ushbu parvozni kuzatish jarayonlari ham yuqori kayfiyat va samimiy duolar ostida o'tdi. Yaqinlar qo'l silkib kuzatar ekan, yuraklarda bitta tilak jarangladi. Barcha ziyoratchilar sog'-omon qaytib, yurtga haj ziyoratining nurini olib kelishsin.